Burungilar ayrilganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri yer deb bejiz odamlarga nisbatan ham, hayvonlarga nisbatan ham ishlatishmagan. Buni bilsangiz kerak. Lekin bu maqolni hozirgi kunda qo'ylarga nisbatan ishlatib bo'lmayapti. Gap shundaki, Germaniyada podadan ajralgan qo'ylarni ayiq ham, bo'ri ham yemadi, balki ular podadan ajralib, Burgzin shahridagi supermarketlardan biriga to'g'ri kirib borishdi. Qo'ylar 20 daqiqa davomida supermarketda mehmon bo'lishgan. So'ngra bir amallab ularni podaga qaytarishgan. Xo'sh, endi cho'pon qo'ylarning harakatlari uchun supermarketga yetkazilgan zararni qoplaydimi dersiz? Yo'q, chunki supermarket tarmoqlari rahbariyati bu harakat uchun cho'pon ustidan arz qilmay, aksincha uning qo'ylarini 1 yil davomida ozuqa bilan ta'minlashni reja qilyapti. Ajoyib PR yurish. Nima ham deymiz? Bir qarasang qo'ylar balkonda, bir qarasang supermarketda. Oxiri baxayr bo'lsin ish qilib.